Assalomu alaykum omoqsoqdoshlar. Bugungi hikoyamiz it mushukka nimishqa o'ch bo'lib qolgan. Burunida it bilan mushuk do'st bo'libdi. Mushuk o'zini usta muzduz deb tunish turibdi. Bir yil kuzda it uningga qish kirib so'qoq tushguncha menga bir jup o'tuk tikib bersang debdi. Ma'qul, yarog'ida qilib tikib berman, lekin bir oy muhlat kerak debdi mushuk. Vaqti nimancha uzun? Tezroq bo'lsa yaxshi bo'ladi debdi it. Hunarga usta bo'lganim uchun qo'lim bisiq, sifatli tikish uchun ko'proq vaqt ketadi deb maqtanibdi mushuk. Ular talash tartish qilib, oxir 2 haftaga bitishibdi. Aradan 2 hafta o'tibdi. Ammo mushuk xo'rinlik qilib, qayer issiq bo'lsa shu yerda uxlab o'tikni tikmabdi. Degan qaralda it o'tikni olg'ili mushukning qishig'i beribdi. Ishim bisiq bo'lib ketib, tuxu qo'lga olmadim. Pichib tayyorlab qo'ygan edim. Xafa bo'lmay, bir haftadan keyin kelgin, debdi mushuk. Bargan siri sovuq tushibdi. Bitishgan qaralda it yana kelibdi. O'tgan hafta og'rib qolib ish qila olmadim. Kelar hafta kelsang, debdi mushuk xijil bo'lgan qiyofatda. It ilojsiz yana qaytib ketibdi. So'qoq tiximi kuchayibdi. It to'la berib mushukdan o'tikni ola olmabdi. It har qitim barganda put, mana hozir qilibqa tartib qo'ydim. Atlab bitkizib beraman. Put deydigan mushuk suv purkib turib. O'tikni ola olmay so'qoqda puti to'mib ketgan it jiyli bo'lib oxir o'zini bisib olmay g'azab bilan mushukka etilibdi. Mushuk darhalla yonidagi egiz daraxtga yamishib chiqibdi. Shundan buyon it mushukka o'ch bo'lib qolgan ekan. Shunga it qandoqdagi yerda mushukni ko'rsa, etilib berib qo'g'lab yuradi ekan. Mushukmo partada qochib daraxtga chiqib oldi-kanda, put o'tikni qilibqa tartib qo'ydim. Atlab bitkizib beraman deb ko'ni gapidan takrorlaydi ekan. Yolg'onchining atisi tugmas degan maqol tamsil shuningdan qolgan ekan.